Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va tadbirkorlar. Mana bugun 12 may. Yana bir ko'chma ofisimizni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaharga boshlayapmiz. Videolarimizni kuzatib boring. To'liq obzorlarni qo'yib boramiz. Ofisimizdan pollari ham o'tib ketib bo'lyapti. Bunaqa Knaf firmasining rulonoviy vatasi bilan polni o'tib ketib karkaslarimiz mana 100% profildan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu burchaklarda mana 4 ta kran bilan ko'taradigan o'shkalar qo'yilgan. Любой vaqtda 3 degan kran bilan ko'tarib xizmat ko'rsatish mumkin. Kimga agar shunaqa do'kon yoki ofisga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizga ham shunday sifatli do'kon va ofislarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Raqamlarimiz pastda qoldiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bizda mana bunaqa qilib yasalamni karkasi. Poli taxtadan bo'ladi. Profillari hammaga temirdan asosiy ramas. Qani siz aytayotgan 29 millionga qurib berayotganlarga ayting, mana shunaqa sizga video tashab beriladimi? Qani nimadan qurayotganligi. Mana hamma joyi profil, hamma joyi temir, mustahkam, sifatli qilib quriladi. Puliga yarasha bo'ladi ta'minlatsiya ham. Siz aytgan 29 millionliklaringiz hamma joy 3 ikkilik rikadan qurib beradi. Mendan ketguncha egasi yetguncha bo'ladi.